Huvaydo masjidini shundoq yonida bir qatorda 3 uy ekanda, 3 uy. Mana bu 4-inchisi bizaniki bo'pti, to'g'rimi? Xo'p, 6 sotuvlik joy bu. Biznesgami shunda bu? Endi hozir Daniyamen biznesda. Aha. U egasi o'zi ishlab chiqarish sexi foydalanyapti. Xo'p. Agar masalan kerak bo'lsa, просто pasnos qilib 2-3 sotudan kottej qursa bo'ladi. 3 sotuvdan kottej idealcha. Fasad necha? Почти 30 metr. Почти 30 metr, 29 chemta chiqdi, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda showroomimizga kiradigan joy bo'lgan. Zdaniyani kvadraturasi 1260. 1200. 3ta уровень, 400. Podvol 401, 400, 200. Huvaydo rezidens Beruniy metrodan kelaverishimizda shundoq yo'lni yuzi. Xullas biznesga ham yaxshi joy ekan, to'g'rimi? Masjidda yoni. Nima qilgan bo'larding bu yerda? Savoqsing. Agar masalan biznes bo'lsa, biznes. Ha. Hop biznes bo'lsa, uchebniy sentr qurarmiding mahallaga? Mahalla katta. Maktab, xususiy yoki bog'cha yoki medklinika. Korti bor. Shirin joyini ayta olasizmi? Shirin joyini. Tak, narxi. Ha. Почти sotuga 82 mingdan tushadi. O'zi Nariyo taraf mahalla ichkarini Huvaydoni 100 mingdan deb turishibdi, to'g'rimi? Bizni mana Zdaniya shunda tekinga berib yuborib 82 mingdan berib yuborganmiz sotiga, to'g'rimi? Bo'lib, bo'lmasa o'rta kashtasiz Primo egalari nomerini yozib qoldiramiz.